Assalomu alaykum hammaga. Sizlar yana bekapda. Ko'rishib turgandan bahorda xursandman. Bugungi mehmonimiz Cobalt mashinasi. Mana sharqidan urishgan, bitilgan. Xuddi ana videolarni kirib ko'rsalang, choko Cobalt chiqarganmi? Xuddi o'sha narsa. Bu ham ozgina bu yengil. Ikkalasi pastda ichi shu. Olsa, buni chiqarib beramiz. Bamper almashadi, bamperlar yetilgan ekan. Buni ko'rsatish foydasi yo'q. Kuzatishda davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Arkadaşlar o'xshadi. Kamchilik ko'rdim. Zazorlar briketi singan ozgina. Shuning uchun zazorga to'g'ri bo'ladi. Zazorlar oxiriga yana ko'rsataman. Briket qo'yiladi. Arkadaşlar grundovkaga tayyor bo'ldi. Endi o'g'lasak, grundovka sepamiz. Grundovkadan keyin bitta sepamiz deb terib, buni grundovkadan ham şey oldik. Idealni chiqdi. Doğrusu endi kraskani sepamiz. Arkadaşlar o'xshab qoldi. O'xshagan bo'lsa bitta like bosasizlar. Like'da sotib olmayapti hech kim. Bitta bosib qo'ysalaring hech nima qilmaydi. Hech joy kamaymaydi. Просто поддержка bo'ladi. Bunisiga ham shu. Kuzatishda davom etinglar. Doğrusa cho'tki videolar qo'yaveramiz. Like bosishni ayamanglar.